Fransuzlar va uning yetakchisi bo'lgan Kylian Mbappeni umuman to'xtatib bo'lmayapti do'stlar. Fransuzlar osonlik bilan bugun Marokashni mag'lubiyatga uchratib, keyingi bosqich, ya'ni yarim final masalasini hal etyapti va ularning yetakchisi bo'lgan Kylian Mbappe esa 8 ta gol bilan Leo Messini quvishda davom etadi. Kylian Mbappe jahon chempionatlari tarixida 20 ta o'yinda maydonga tushgan eng yosh futbolchiga aylanib oldi va aynan mana shu uchrashuvda fransuzlar hujumchisi bo'lgan Mbappe mundiallar tarixidagi gollar sonini 20 taga yetkazib olyapti do'stlar. Shu bilan birgalikda Kylian Mbappe jahon chempionatlarida, ya'ni ikkita ketma-ket jahon chempionatida 8 ta gol urgan ilk futbolchiga aylanib oldi. Do'stlar, shunday deymiz-u, baribir Marokash terma jamoasining posboni bo'lgan Yassin Bonoga ham qoyil qolmasdan boshqa hech qanday ilojimiz yo'q. Sababi u jahon chempionatlari tarixida penalti qaytarishdagi o'z rekordini o'rnatib oldi. Marokash terma jamoasi posboni bo'lgan Bono jahon chempionatlarida 4 ta penaltini qaytardi, ya'ni aynan penaltilar seriyasidagi penaltilarni ham qaytargan hisobida. Shu bilan birgalikda uning darvozasiga yo'llangan 3 ta penalti umuman noaniq ketgan va 2 ta penaltini o'tkazib yuborgan xolos. Shunday ekan, fransuzlar yarim finalda, ularning raqibi esa bugun aniq bo'ladi, ya'ni 10-dan 11-iyul sanasiga o'tar kechasi Ispaniya yoki Belgiya jamoalaridan biri bo'ladi. Shaxsan o'zim men Ispaniya milliy terma jamoasining yarim finalga o'tishini xohlayapman, chunki u yerda azaliy raqiblar bo'lgan Kylian Mbappe hamda Lamine Yamal duelini yana bir bor ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday eng qiziqarli jahon chempionatiga oid kontentlardan qolib ketishni istamaysizmi? Unda hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying do'stlar.